Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va hurmatli obunachilarim. 2026-yil 26 fevral kuni kechqurun Toshkent shahrida Toshkent shahrining xususiy maktablaridan bittasida o'quvchi 10-sinf o'quvchisi Doniyor ismli bola BMW M4 avtomobilini haydovchilik guvohnomasi bo'lmasdan turib o'zboshimchalik bilan boshqarib ketayotganda kechqurun yo'l-patrul xizmati xodimini urib yuboradi. Yo'l-patrul xizmati xodimi keyin shifoxonaga olib ketiladi. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan 2026-yil 27 fevral kuni yo'l-patrul xizmati xodimi kichik serjant Hosilbek Eshnazarov bu olamni tark etadi. 33 yoshida vafot etadi. Kichik serjant Hosilbek Eshnazarov 2022-yildan boshlab ichki ishlar safiga ishga kirgan. U yaxshi ishlagan, o'sha o'z faoliyati davomida vataniga sodiq xizmat qilgan, O'zbekistonimizga, vatanimizga sodiq xizmat qilgan. Afsuski, u 2026-yil 27 fevral kuni 33 yoshida vafot etdi. Uning 2 o'g'li va bitta qizi qoldi. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Hosilbek Eshnazarovni, yo'l-patrul xizmati xodimini yaqinlariga sabr tilayman. Oxiratlari obod bo'lsin ilohim Hosilbek Eshnazarovni. Doniyor degan bola 10-sinf o'quvchisi 2 marta qoida buzgan. 2025-yil sentyabr oyida ham qoida buzgan va uning ota-onasi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Keyin 2026-yil yanvar oyida ham Doniyor degan bola yana qoida buzgan. Transport vositasini o'zboshimchalik bilan boshqarish bo'yicha qoida buzgan va uning ota-onasi yana jarimaga tortilgan. 2026-yil yanvar oyida Doniyorning ota-onasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bilan bolaga tarbiya bermaslik bo'yicha jarimaga tortilgan va profilaktika ishlari olib borilgan, tushuntirish ishlari Doniyorning ota-onasiga. 2025-yil sentyabr oyida bo'lsa, Doniyor maktabda o'qishni qoldirgani uchun, maktabga bormagani uchun uning ota-onasiga jarima qo'llangan, ma'muriy javobgarlik qo'llangan o'shanda ham. Hozirda